Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bugun Xudo xolasa Donqarlis Sherzodxonimizning ehsonlarini oqsamakka berdim, chiqamiz dedim. Ayrim sabablarga ko'ra bitdan keyin qoldik. O'rtayap mahallasiga keldik. Boqis yo'qotganlari Xudo xolasa gösterdilar. Videomizda ko'rib boraversizlar. Teng so'rab bu Xudo xolasa. Katta rahmat, ehsonlaringiz qabul bo'lsin. Ishlaringiz rivoj. Hamma shunday xayrli ishlar deb yuboraysizlar. Asa kuzatsa davom etinglar. Yine Xudo xolasa Shixobod mahallasi Qizlaskara Sho'ra bog'imizda beryapmiz. Sababi suv qo'ymasligimiz uchun. Hozir Ahmoq boboyni qaysi mahallasidan Bog'zor mahallasidan tarqatib turibmiz. Bog'ni suv qo'ymayligimiz uchun Sho'ra bog'imizda beryapmiz. Sho'ra bog'imiz Xudo xolasa o'z egalarini yetkazadilar. Sho'ra bog' sog' salomat bo'lasiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'lasiz.